Avstraliya Davlat Mudofaa ministri Peter Dutton Xitoy va Rossiyaning tashqi dunyodagi faoliyatlariga taqobil turish uchun olam qo'mondonlik shtabi qurganligini e'lon qildi. Dutton havo armiyasi qo'mondonlik shtabida so'z qilib, yangi markazning Avstraliyaning olam bo'shliqi iqtidorini kengaytirganligini va ittifoqdoshlar bilan hamkorlashib, bo'shliqning bexatarligi va muqimligiga kafolatlik qilganligini aytdi. Türkiye Tashqi ishlar ministri Mavlut Chavusho'g'lu Pokistonning poytaxti Islomobodda ochilgan Islom hamkorlik tashkiloti tashqi ishlar ministrlari yig'inida Xitoy davlatining zulmiga uchrayotgan Uyg'urlarni bir necha qatim tilga ilib o'tdi. U so'zida Yevropada islom o'chmanligi kuchaymoqda. Xitoyda Uyg'ur turklari va boshqa musulmonlar diniy kimligini va milliy madaniyatlarini qo'g'dab qilishda qiyinchiliklarga uchirmoqda. Eng ko'p musulmonlar yashayotgan davlatlardan biri bo'lgan Hindistonda yog'liq chekish haqqi rad qilinmoqda. Rohingya musulmonlar bo'lsa dunyoning nazariga ilinmaydigan holda turmoqda. Liviya, Suriya, Yamanda qeyrindosh qonlari oqmoqda dedi. U yana Jammu Kashmirning salohiyatini va nopus qurilmasining o'zgartirishiga ko'z yumish to'g'rimi, Uyg'ur turklarining ahvolini ko'rmasga selish to'g'rimi deb savol qo'ydi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Wang Yindin kunlik axborot e'lon qilish yig'inida Amerika Hindi Tinch okean armiyasi qo'mondoni Admiral John Aquilinoning Sunniy orollarni harbiylashtirish rayonining bexatarligiga tahdid elib keladi degan bayonotiga inkos qaytardi. Bayonotchi Xitoyning Janubiy dengiziga Sunniy orollarni qurollantirishni tanqidlashga qarshi o'z zaminda mudofaa aslahalarini qurish huquqi borligini o'tirib qo'ydi. Rossiyaning Savdo va sanoat ministrligining muavin ministri Valsiy Shipang Rossiya parlamentining Tuvan palatasi Dumada qilgan so'zida jazo qo'llanilgan Rossiyaning uchur texnikasi sohasi haqida to'xtaldi. Rossiyaning tor sohasida harbiy qurilma o'rnatishi kerakligini o'tirib qo'ygan Shipang mundaq dedi. Davlatning bexatarlik va mudofaa maqsadida tor armiyasi qurishi to'limi to'g'ri. Bundaq bo'lganda yumshoq detal oshquchilarni xizmat bilan ta'minlaymiz. Ular ham kasbiy va vatanparvarlik jihatda o'zini taraqqiy qildirdi dedi. Türkiye raisi Erdoğan Ankara'da Gollandiya bosh ministri Mark Rutte bilan birlashma axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazdi. Gollandiya bosh ministri Rutte, Rossiya Ukraina suhbatida Turkiya muhim rol o'ynaydi. Men Erdo'g'an apandining bu rolni olganligiga rahmat aytaman. Men shuni demoqchimanki, biz murassada Turkiyani qo'llaymiz. Turkiya har ikki davlatga ochiq oz uchraydigan davlatlarning biri dedi. Rutte yana Turkiyaning Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotidagi ittifoq uchun intayin muhim siyosiy va harbiy ahamiyatga ega ekanligini aytdi. Birleşken Devletler Teşkilatı O'rta Sharq tinchlik musobaqasining alohida vakili Tor Veneslat Birleşken Devletler Teşkilatı bexatarlik kengashiga bergan bayonotida ishg'oliyat ostidagi Falastin zaminida 670 ming isroiliyalikning o'ltiraqlashganligini aytdi.